Rossiyadan O'zbekistonga 400, 450, 500 kilogramli живой весga ega simental, avlikol, просто tak bomba buqalar. Ko'ramiz, bir like bosamiz, buqaga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. O'zbekistondagi shu vesdagi, ya'ni shu ko'rinishdagi buqalar qancha kommentariyaga yozib qoldiring. Ko'rdik. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdik. Mashaalloh, har birimizni uyimizda kamida 20 ta bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'ydimi? Yaqinlariga jo'natib qo'ydimi? Bunaqangi tiniq buqalar hali O'zbekistonda ko'rganmisizlar? Faqat birinchilardan bu bizning kanalda. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga dastavkasi bilan birga xolasanglar. Lekin dokument chiqish sanasi kutiladi, ya'ni 21 kun ofitsial karantinda turilishi shart. Tayyor dokument hozirgi kunda O'zbekistonga o'tmayapti. Chegaralar почти yopildi. Rossiya bo'ylab 3 ta 4 ta firmani Qozog'iston tranzit принимать qilyapti. Qolganlari не получается. Поэтому jigarlar, agar shunaqangi chiroyli buqalarni olish niyatida bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Aloqa Telegram, WhatsApp orqali. Telegram kanalimizni yozilishmasini qo'yib qo'yaman ekranga. O'zbek lotin harfida Urasmetov _TV. Kiringlar, zakaz beringlar. Telefon nomerlarimiz ekranda. Prosta ko'zlar qonadi ko'rib. Har birimiz uyimizda boqish nasib qilsin shunaqalardan. Tonna qilish nasib qilsin. Xorazm güch, Xorazmlar bormisizlar? Bu videoni kim qayerdan ko'ryapti, kommentar yozib qo'ying. O'zbekistonda bularning narxi qancha? Realni hech qanaqa aldamasdan yozinglar. Bular 290 rubldan Rossiyaning ichida O'zbekistonga plus dokumenti, plus yo'l kirasi отдельный narxda hisob-kitob qilib jo'natamiz inshaalloh. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston. Esanga bo'ylab dastavka bor. Davay, sog' bo'lamiz. Mashaalloh. Bay. Buqalarni qaranglar, buqamisan buqa. Bular toshni Yevropadan kelgan bular. Yevropeyskiy variant bular. Mashaalloh.